Fotomizda juda ham ajoyib bo'lgan gorkamiz, pattivimiz va penalimiz kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi, Xitoyda ishlab chiqarilgan sassinlar juda ham zo'r sassinlar turibdi. Narxi esa juda ham arzon narxda. Gorkamizdan boshlaymiz. 2 eshikli gorkamiz, ichida oynali polkalar bor. Olib qo'yamiz. Teglari ham eshikli qilib ishlab chiqarilgan. Sassinasi juda ham zo'r holatda turibdi. Pattivimiz ko'rsangiz bo'ladi. Pattivimiz teglarida ikkitadan tortmasi mavjud. Holat juda ham zo'r holatda. Tepada ham shunaqa joyi mavjud. Bu yoqda ham bir eshikli gorkamiz, ichida oynali polkalari bor. Teyda o'zini chiroyli tortmasi ham bor. Bu yoqda esa pattivimiz. Addenni xohlagan joylaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ichida oynali polkalar bor. Sassanasi juda ham zo'r holatda turibdi. Razmerini aytib ketaman. Penalimizdan boshlasak 3,5 metr bo'ladi. Agar pattivimizdan o'zidan boshlasa 2,70 dan 2,70 ga 2,20. Sassanasi juda ham zo'r holatda. Narxi esa 3,9 million so'm. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun har doim ajoyib bo'lgan mebellarni obzor qilishga harakat qilamiz.